Qadimgi tibbiyotda aytilishicha, binafshaning mijozi birinchi o'rinda sovuq, ikkinchida ho'l. Issiq yo'talda foyda qiladi. Ayniqsa uning shakarda pishirilgan murabbosi ko'krakni yumshatadi. Sharobi zotiljam va o'pka yallig'lanishida foydalidir. Yog'i zotiljam yo'talga foyda qiladi, ko'krak ichini yumshatadi. Zamonaviy tibbiyotda binafsha yo'tal, halqum va nafas yo'llarining dag'allashishida, tomoq og'rig'ida, plevrit va o'pkalarning yallig'lanishida tavsiya etiladi. Binafshaning quritilganidan 2 choy qoshig'i 1 stakan suvda qaynatiladi va surunkali nafas yo'li kasalliklarida ichiladi. O'simlik bakteriyalarni o'ldiradi. Binafshadan tayyorlangan siroplar plevritlar, astma, bo'g'ilishda yordam beradi. Bog' binafshasining 1:10 nisbatidagi suvli tindirmasi pnevmoniya, silni davolashda 1 osh qoshiqdan 3 mahal ichiladi. Xushbo'y binafsha ildizidan 2 choy qoshiqni 1 stakan sovuq suvda tindirib, bronxitda, yo'talda sekret ajratuvchi sifatida ichiladi. Shuningdek, ildiz qaynatmasini gripp profilaktikasi uchun, zamburug'lik kasalliklar, halqum o'smasini davolashda qo'llaniladi.